Yangi o'yinchi kelibdi-yu. Xo'sh. Mana u hammaga salom do'stlar. Mening ismim Bronman va men yangi qishloqqa ko'chib keldim. Salom, siz Bronmanmi? Ha, mana bu chiroyli mashina. Ha, to'g'ri, uy olishingiz kerak edi. Ha, uy olishga keldim. Bronmanman. Yaxshi, unda ketdik. Uy olasizmi? Ha, olaman, shunga keldim. Yaxshi, yuring, men sizga hozir bir ikkita variantlarni ko'rsataman. Siz aql pastligi uchun bepul uy olishingiz kerak, shundaymi? Ha, shunday. Mana aql pastlar uchun bizda uy. Qanday aql past? Nima desam ekan? Endi arzu bepul uyda, xullas o'zingiz tushunasiz. Mana bu nimaning dokumenti? Kakrash shu ekan. Ushlang. Xo'sh, yashaysizmi? Yo'q, bu uy menga yoqmadi. Nimaga? Buzilib yotibdi, xaroba bo'lib. Unda sizga pulli uylarni ko'rsataymi? Davay, ko'rsata qoling. Xo'p, faqat qimmat bo'lmasin-da, shunga o'xshagan bepul bo'lsin. Bepul pulli uylar yo'q. Nima bepul pulli? Ana u tarafda-chi, qishloq chekkasida bepul uylar yo'qmi? Yo'q, hech kim yashamaydi deb eshitgandim. Yo'q. Nima qilamiz endi? Yuring, sizga bir ikkita uylarni ko'rsataman. Davay, faqat shu qishloqda yashasam bo'lgani. Ketdik. Xo'p. Mana bu uy bor, $3000. $3000, menda uncha pul yo'q. Ha, mayli, ketdik, yana ko'rsataman. Yuring. Davay. Mana bu yerda yana bitta kattaroq uy bor, lekin u bilmadim narxini 8-9 ming bo'lsa kerak. 8-9 ming. Ha, mana bunaqa youtuberlarnikidaqa ko'ryapsizmi? Ko'znitsa deyiladimi? Ha, lekin bunga ham pulim yo'q-da. Unda o'sha bepul uyga yashasang bo'ladi, birodar. Yur. Ha, o'sha uyga ko'rsating menga. Ketdik. O'zi nimaga bu ahvolga tushding? Shunchaki hali noobman. Tushunarli. Hozir senga ko'rsataman. Mana o'sha boyagi uyga yashasang bo'ladi. Bu uy bepul, shunchaki remont qilib olsang bo'lgani. Ha, nima ham qilardim? Mayli, shu uyda qolaman. Xo'sh, telefon raqamim kerakmi sizga? Yo'q, kerak emas. Ha, unda hujjatlarni berasizmi? Bu uyga yashayveraymi? Ha, yashayversang bo'ladi, bemalol. Hujjatlarni beraman, faqat yo'qotib qo'ymada. Yo'q, ishoning menga, yo'qotmayman. Ishonmamang menga. Okey. Mayli, men unda ketdim, xo'pmi? Xo'p, mayli. Ehtiyot bo'l-da, yaxshilab yashayver. Mayli, omad. Rahmat. G'alati ekanmi? Nima, kimni g'alati deyapti? Ha, noobligim uchundir-da. Do'stlar, men noobman va umid qilamanki kanalimga obuna bo'lasizlar, chunki bu juda ham muhim. Ha, mayli, qani ko'raychi bu uyda nimalar bor ekan. Xo'sh, bu yoqqa va bu yoqqa. Ha, endi uyni qurishni boshlasam ham bo'ladi. Bu yerdagi ahmoq qishloqliklar o'ylashdiki, men noobmanmi? Yo'q, men aslida noob emasman, shunchaki bepulga uy olmoqchi edim va mana bepul uyni oldim. Keyinchalik skinimni almashtirib borsam bo'ladi. Ha, uzr qadrli tomoshabinlar, lekin kanalga obuna bo'linglar. Ha, endi bepulga bu yerda mazza qilib yashab yursam bo'ladi. Faqatgina uyni remont qilish menga yoqmayapti. Undan tashqari bu qishloq atrofida yomon gaplar yuradi. Aytishlaricha, yangi kelgan o'yinchilarni bu yerda ovlar ekan, qandaydir maniak bor ekan, qon yig'lagan maniak, ko'zlari qop-qora emish, lekin men bunaqangi narsalarga ishonmayman, chunki Minecraftda baglar bo'ladi, lekin maniaklar emas, ayniqsa qonli ko'z. Tak, davay, bular bizga kerak emas, lekin mayli, yondirib yuborishimiz mumkin bo'ladi o'tin sifatida, shuning uchun tura qolsin. Hozir esa uyni birin-ketin mana bloklarni olib tashlaymiz. Tak, bunisi, mana bularning buncha bu yerda ko'pa chirib yotgan bloklar. Ha, meni aql past deb oddiygina chirib yotgan uyni berib qo'yishdi-ya. Hech bo'lmasa o'rtacha yangi uyni bersa ham bo'lardi, lekin yo'q, dabalasi chiqqan uyni berishdi, qo'yishdi. Mayli, xo'sh, bo'ldi. Uyni remontini boshlab oldik. Yaxshi, tak, mana bularni ham olamiz. Bizga tak, mana bu chirigan bloklar kerak emas, ularni verstak, sandiq va shunaqangi narsalarga sarflashimiz mumkin bo'ladi. Hali tomni ham almashtirish kerak. Tushunmadim. Bu kim bo'ldi? Nahotki bu yolg'on emasmi? Bu yerda rostdan ham tak, endi o'rmonga borishga qo'rqib qoldim, chunki g'alati hissiyotlarni beryapti. Tasavvur qilinglar, rostdan ham bu yerda kimdir borga o'xshaydi. Ammo umid qilamanki menga tegmaydi, chunki istamagan bo'lardim o'lib ketishni birinchi kundan. Ayniqsa bepul uy oldim. Ha, bepul uy, lekin remont qilish kerak, ammo baribir axir o'ylab ko'ringlar, katta uyni bepulga berishdi-ya. Faqatgina siz qolishmasa bo'lgani, chunki aqli past o'yinchi aniq uyni chiroyli qilib remont qila olmaydi. Men esa qilyapman. Ha, shundangina shubhalanib qolishmasa, menimcha boshqa muammo bo'lmaydi. Bu aniq. Tak, mana bularni ham olamiz. Bularni. Tak, hamma yo'q. Yashil bo'lib yotibdi. O'rmonga orqa o'girishga ham qo'rqib qoldim, chunki tasavvur qilinglar, yerlarda nimalar bo'lishi mumkin. Kimdir shunday qarab turgandi. Keyin esa men qaradim va
birdaniga daraxtning orqasiga kirib ketdim, nimadir bo'ldi-da, xullas menga bu yoqmayapti do'stlar, menga yoqmayapti. Ha, mayli, tak, oldik va bo'ldimi shu bilan? Tak, mana bu yerda yana bor ekan-ku, Nurson. Shunchalik ham eski uy bo'ladi. Men nima bo'lgan bu yerda bilmadim. Hamma yoq nam bosib, mana bunday toshdan o't o'sib chiqqan. Ha do'stlar, nam bossa uyni xuddi shunday tosh o'tlab ketadi. Bu yerda xuddi shunaqa bo'lgan. Ha, ana do'stlar, uyni yarmidan ko'pni olib tashladim menimcha, lekin mayli, hozir remont qilishimiz kerak. Ammo umid qilamanki, boshqa remont qilishga to'g'ri kelmaydi, chunki bir zaxlab mana shunday nam bo'lgan uy yana nam bo'lishda davom etadi. Xo'sh, u o'rmonga borishni istamayman-da, kelinglar. Mana bu tarafga boramiz. Bu yer ochiqroq ko'rinyapti va daraxtlar unchalik ham yaqin bir-biriga zip-zich joylashmagan. Tak, mana bularning hammasini hozir terib olamiz. Bizga unchalik ham ko'p daraxt kerak emas, qadrli tomoshabinlar. Bizga 4-5 dona bo'lsa yetadi. Tak, ustidan yana olamiz. 10 ta bo'lish uchun 4-5 tamiz va shu bilan menimcha shuncha yog'och yetsa kerak yoki yetmasmikan, ha mayli. Tak, o'rmon ichiga kirib ketyapman, ammo bu yaxshi g'oya emas. Tak, davay kelinglar, terib olamiz va bo'ldi, yaxshi terib olindi. Endi esa mana bunisini ham olamiz butun umrga yetish uchun do'stlar, butun umrga. Tak, oldik va bo'ldi, boshqa kerak emas. Yoki mana buni ham olsamkina. Ha, mayli, zapasi bilan olay, chunki bu o'rmonlarga boshqa kelishni istamayman. Shuning uchun ham srazu ortiqchasi bilan olib qo'yganimiz ma'qul. Va yo'q, kim bu yerga yap-yangi mebelni tashlab ketibdi? Nurson, Yevropada odamlar ba'zida ko'chgan vaqti narsalarni tashlab ketish haqida eshitgan edim, TikTokda ko'rgan edim, lekin bizda yana qishloq yonida, yo do'stlar, men bularni olib ketishim kerak o'zim bilan. Ajoyib, tak, bo'ldi. Endi bu yerdan tuyog'imizni shiqqalatamiz. Mana bu daraxtlarni kelinglar ekib ketaylik, chunki shunchasini chopib oldik, lekin yo bir-biriga yaqin bo'lib qoldi, o'sib chiqmaydi. Mana shunday qo'ysak bo'ldi va tak, bu yerda ortiqcha gul bor, mana buni tashlab yuboramiz. Yaxshi, inventar endi tozaroq va borib uyimizni remont qilishda davom ettirishimiz. Nurson, qayerga tushib ketdim? Xo'sh, mayli, qani ketdik. Bilasizlarmi do'stlar, menga eng yoqqan narsa bu qishloqda uni kattaligi. Adashib qolishi mumkin, lekin bu yerda srazu hamma narsa sotishadi. Kichkina do'konlar, katta do'konlar, ovqat, maishiy texnika, mebel, xullas hammasi bor. Огородlar, katta-katta fatkina uyimni yo'qotib qo'ydim. Nurson, mana chala qolgan. Lekin bilasizlarmi, qo'rqib ham qoldim, chunki o'rmonga qarab turibdi uyim. Ha, umid qilamanki все-таки manyak kelmaydi meni yonimga. Aks holda men istamagan bo'lardim o'lib ketishni bu yerda. Ha, o'zini aql past qilib ko'rsatish albatta juda ham zo'r strategiya, ammo manyak meni o'ldirib qo'yishi mumkin baribir, chunki axir u yangi o'yinchilarni ovlar ekan, men eshitgan gaplarga ko'ra, lekin axir meni ovlamasa kerak, aqli past o'yinchini. Axir meni hamma aql past deb o'ylaydi bu qishloqda. O'zimni shunday tutishim kerak va juda ham g'alati gapirsam, aniq meni hech kim tuta olmaydi. Tak, yog'ochli joylarni hozir qo'yib chiqamiz, bloklarni va bo'ldi. Endi esa bu yerda nimaga teskari ketib qoldi. Tak, mana buni qo'yamiz bu yoqqa, endi esa yondan va bo'ldi. Hammasi toza, chiroyli, krasiva bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi toshlarni olib kelishimiz kerak, taglarni yopish uchun, mana bu polni to'g'irlash uchun va devorning orqa tarafini, ayniqsa orqa tarafini yaxshilab ta'mirlash kerak, chunki o'rmonga ketib qolmasligi uchun bizni o'lgan tanamiz. Umid qilamanki hech kim o'ldirmaydi meni. Tak, faqatgina toshni qayerdan kovlashim mumkin? Boya bir joyga tushib ketdim, o'sha yerda tosh ko'rgandek bo'lgandim. Mana shu yerda edi, adashmasam. Tak, yoki o'tib ketdim. Mana shu yerga tushgandek bo'lganimda, mana shu yerdan menimcha bizga chemberda tosh kovlashgan. Bunaqangi katta xonani ko'raman deb o'ylamagandim. Ha, mayli, tak, davay. Bularni hozir chopishni boshlaymiz. Bilmadim menga qancha tosh kerak bo'ladi, lekin umid qilamanki yetarlicha bir martada olaman, chunki yana bir bora qaytib kelishni istamagan bo'lardim. Kim ham istardi bir joyga ikki marta qaytishni, bir ishni qilish uchun. Shunga davay kelinglar, bularni hammasini hozir chopib olamiz. Va yaxshi bo'ldi. Menimcha shunchasi yetsa kerak, yoki yetmasmikan? Mayli, 3 bloklik xona bo'ldi. Endi bo'ldi, shunchasi bo'ldi, aniq yetdi. Tak, mana ajoyib kirish chiqish ham bo'ldi. Endi birdan shunchaki uyimiz tarafga boramiz va uy rostdan ham qishloqning narigi chekkasidami deyman? Yo'q, narigi chekkada emas, shunchaki burchakka yaqin, lekin baribir ham uzoq tuyuladi. Ha, mayli, lekin bunday o'ylab qarasam, merni uyini to'g'risida joylashgan, juda ham yaxshi, udachniy, omadli joyda, ammo o'rmonning orqasidaligi menga yoqmayapti. Umuman sizlarga aytsam, mayli, tak, mana bu yerni almashtirdik. Yaxshi. Bu yoqqa qo'yamiz, mana bu yerlarga va tepaga ham. Ajoyib, mana bu yerlarni ham qo'yamiz. Bu yoqqa endi esa
Tagini yopdik. Ajoyib do'stlar, endi bu yerni va bo'ldi. Buni qaranglar, hammasi toza, chiroyli, yoqimli va endi polni. Bunday zo'r chiqadi deb o'ylamagandim. Hech kim bilmaydi endi bu eski uy bo'lganini. Qoyil, hali tomon bor-ku, mayli tomni yopam. Lekin tomni ichi to'liqqa o'xshayapti. Bu yerda remont qiladigan joyi hammasi toshdan ekan menimcha. Chunki boya ham kovlaganimizda bor yo'g'i 2 blok kovladi, lekin baribir orqalarida tosh turgan edi. Demak, juda ham ishonchli tom. Tak, mana buni olamiz bularni va hozir yangi o'rmondan olib kelgan mebellarimizni qo'yib chiqishimiz mumkin o'yin ichiga. Juda ham ko'p tejab qoldik.